Düşasiz, ustida. Do'stim, Ye. Bobur, qalaysan? seni ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi. Bugun kechga vaqting bormi? Oh. Agar vaqting bo'lsa ko'rishar edik, do'stim. Ha, mayli, bo'pti, davay. Jo'rang nima boshqacha gapiradi? Bu ana telenovelaga chiqadi, seriallarga chiqadi. O'tirib qolgan, ishdan bo'lib qolgan, tushunyapsizmi? O'shanga chiqib keta olmaydi. Do'stim. Ha. Esingdami, bolalikdan birga katta bo'lgan edik. O'shanda sen menga aytar eding. Do'stim, agar ota-ona Hey, Maqsadku tezsiz gapir. bombani men qo'yay do'stim. Agar malol kelmasa, Qo'y. 4-bazaga kirgan To'g'ri gapir. Sabohatxon, ko'zingizni yuming-da. Param! Esingizdami? Sifat shirinliklarni yaxshi ko'rar edingiz. Men sizga o'sha shirinliklardan olib keldim. Bor yo'qol, детский понятка. Sabohatxon! Sochga tuxum sariq bo'lmaydi, aka. Do'stim, avtomobilingda gaplashib olsak bo'ladimi? Ajo'ra shu yerda gapiraver. 1 daqiqa vaqtingni olardim. Yuring. Tinchlikmi, Bobur? Do'stim, onangni nomerini necha onam so'rayotgan edi. Men bor-ku, shunga chaqirdingmi? Voqimangni qara. Zarba berding. Do'stingning yuragiga zarba berding. Bo'ldi, ana shtanddan chiq, qachongacha bunaqa yurasan? Mana jo'radi, qani oddiy. Jo'ra. Chep tomoqqa tuxum yutib oldingizmi? Ha, Sardor Mahmadonayev? Odam podamasa kansan qo'shinga bitishkar. Nima deyapsiz, amaki? Esingdami 2008-yil Gulbadan to'yxonaga o'g'lim to'yiga borgandik. Hop. Pulini qaytar. Nima qaytaradi? Nima qaytarmaydi? O'g'lim ajrashib ketdi. O'g'ling ajrashgan bo'lsa bulardan nima ayb? Bu shunchaki ijod. O'zingizlar so'radinglar, biz ijro qildik. Ey ijodingga skripka. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Agar xohlasangiz bironta xizmatingizga borib beramiz. A unda o'g'lim sunnat to'y qilaman, shunga borsin. Ha, uylangan bola qanaqa sunnat to'y qilasiz? Sunnat qilganman, to'yini qilmaganman, shunga boradi. Bo'lmasa istoriyaga qo'yib sharmandasini chiqaraman. Qo'shdi, qara qo'shdi. Yo'q, bundaymi? Qahva haqidagi qo'shig'imiz tayyor bo'ldi, eshitib ko'rasizlar. Kamchilik bo'lsa aytasizlar. Qahva mandan, manzara sandan. Qahva ichmay o'ylaring hammang. 95-40 choy haqida ham qo'shiq ayt. Mendan nima xohlaysiz, amaki? Esingdami, o'g'lim sunnat to'yiga borganding, pulimni qaytar. Nimaga qaytaradi? Nimaga qaytarmaydi? Bu to'yga borgandan keyin bobosi o'ldi o'sha to'yda. Nimaga o'ladi bobosi? Bu o'zicha deb qo'shiq aytganiga bobosi ham devdi, suyak tiqilib o'ldi. Bechora 85 yoshida. To'y ham sig'madi ko'nglimga, pulimni qaytar. Aka, sizga bitta imkoniyat beramiz, qaysidir xizmatingizga boramiz, lekin pul qaytarilmaydi. Unda davay tug'ilgan kuniga boradi. Okey? Sifatli pontisidan yapsanmi? Sen bilasan nima ishdi? Yumshoq ekan. Men bolalarimga oldim buni. Sanda bola ham ko'pdir, ha? Artistlarda ko'p bo'ladi-ku. Og'zingga qarab gap. Bari qarang aka. Qo'shdi, qara qo'shdi. Perivalmi deyman, ha? Perivalga o'xshaydi. Kamon qo'sh, kamon qo'sh. To'xtat boshdan, tush bu yoqqa. Hoppa. Mana kel. Jangam kelding, aqlanan ahvolni qara. Jon aka, nima xohlaysiz bizdan, aka? Esingdami, o'g'lim tug'ilgan kuniga borganding. Hop, borganmiz. O'sha restoran yopilib ketdi. Nimaga yopiladi? Pastida spa salon ochgan ekan, shunga yopib yuborishdi. Pulimni qaytar, o'g'lim siqilib qoldi. O'sha bexosiyat o'g'lingizni chaqiring bu yoqqa. Mardon, mana qacha kel o'g'lim, mana kel. Kel o'g'lim. Bu ham kep sani muxlising, bitta qo'shiqni ayt o'g'lim. Qo'shiq qaralar, Qaysan sen bunga bo'lyapsan? Dai pulimni qaytar. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Onasini, bu dunyoda ikkita narsadan pul bo'lmas ekan. Birinchisi Shvetsiya bankdan, ikkinchisi artistdan. Qo'shinga bitsin. Ota ovozim qaytdi. Ayt. Qo'shiq.